Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga Azamat Qarjobovning Sharpalar soyasi hikoyalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Azamat Qarjobovning Sharpalar soyasida hikoyalar to'plamida ko'p yillar muqaddam eri tomonidan o'ldirilgan ayolning aslida tirik qolgani, o'lim to'shagida yotgan cholning hiylalari yoki o'g'rilar davrasiga kelin bo'lib tushgan qizning kechmishlari hamda boshqa ko'plab voqeliklar o'rin olgan. Ularda inson hayotining asri so'qmoqlari, umrning qorong'u kunchaklari yoritib berilgan. Ezgulik hamisha barhayot, hamisha g'olib ekani murakkab taqdirlar misolida kishini yaxshilikka da'vat etadi. Bir-birining ortidan quvgan g'aroyib voqealar, tez-tez almashadigan yaxshi-yomon tuyg'ular zamirida inson hayoti, taqdiri, uning o'zligi yashashdan mohiyati namoyon bo'ladi. Yozuvchilar esa bunday tubsiz ummondan kitobxon uchun qatralar armog'on etadi. Aziz kitobxonlar, men sizlarni Kasbi tuman axborot kutubxona markaziga kelib, Azamat Qarjobovning Sharpalar soyasi hikoyalari bilan tanishib, o'qib o'rganishni tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.